Assalomu alaykum yurtdoshlar, yurt tomoshabinlari. Jizzax Begomz kanalining qadrli obunachilari, xudo xolasa mana joylarimiz davlatga ishlar olib borildi hammasiga. Xudo xolasa endi joylar sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi vaqtda umuman shu vaqtgacha, shu kungacha qilmagan aksiya ham qilmoqchiman. Ya'ni bu aksiya cho'lchenlarga bo'ladi. Kim Begomz biznesiga qiziqib, boshlashga sharoit bo'lmay turgan aka-ukalarimiz juda ulgurib qoladigan joyi, hozir olib boshlaydigan joyi. Aksiyani videoni oxirigacha ko'rsangiz aytib o'tamiz, tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa cho'lchenlar birinchi o'rinda bitta ko'rsatamiz, ikki aksiya haqida gapirib o'tamiz. Xo'p, akalar, ukalar, mana joylarimiz ko'rishingiz mumkin. Hammasini ustiga xudo xolasa davlatga qilib chiqildi. Mana bu tomondagilarga ham, bu yoqqa ham hammasiga davlatga qilib chiqildi. Aksiya shundan iboratki, mana ikkita mana bo'lingan joydagi cho'lchenlarga xudo xolasa aksiya bermoqchimiz. Ya'ni hali men shu vaqtgacha unaqa past arzon narxda cho'lchen sotmaganman. Ulgurib qoladigan joyi hozirgi vaqtda. Mana cho'lchenlar birinchi o'rinda bitta ko'rasizlar, xudo xolasa. Mana cho'lchenlar nima deyapti? Zishligi nima deyapti? Mana cho'lchenlar zishliklar o'ta ham zish darajada. Xudo xolasa mana bu yilgi yil juda bir barakali yil bo'ldi. Yog'ingarchiliklar juda zo'r bo'ldi. Xudo xolasa shuni hisobiga ham, salqin bo'lgan hisobiga ham cho'lchenlar juda zo'r ko'paygan. Hozirgi vaqtdan qayerda ochmay, qayerda kavlamay cho'lchenlar zishligi zo'r. Masalan, mana bu joydan ko'rsataman sizlarga. Uje qaranglar, mana Begomzlar 100% holatda tayyor ham bo'lib ketgan. Bu joyda Begomzlar, bismillah. Mana qayerda ochmay cho'lchenlar zishligi ashi zo'r. Hamma joyda juda yaxshi darajada ko'paygan cho'lchenlar. Oziqa talab bo'lib qolgan, maydalash boshlayapti xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy nomerlarimiz bor. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Eng zichligi zo'r joy mana shu joy bilan bu joy ekan. O'shaning uchun mana shu ikkita joyga aksiya berganmiz. Mana shu joy bilan shu joy где-то bir 15-20 kvadrat atrofida cho'lchen chiqadigan bo'lsa, o'sha 15-20 kvadrat cho'lchenni narxini 800 ming so'mdan qilib dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Kimga ma'qul bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa ko'proq hamkorlik qilib ishlashaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa sharoitlarimiz bor. Sharoitlar qilib beramiz. Mana bu joyda cho'lchenlar. Oho, ochishim bilan уже ishiga zo'r. Mana shunaqa zishlikda cho'lchenlar kim xudo xolasa olmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaversin. Sog' va salomat bo'lamiz, kuzatishda davom etamiz.